1949-yili bir 19 yoshlik yigit Grahamning darsxonasida paydo bo'ldi. Necha 10 yildan keyin u Valkotsidagi eng utuq qozongan mablag' sag'uvchiga aylandi. Uning utqi hatto ustozi Grahamdan eshib ketdi. U dal Warren Buffett. Hamma odamning o'rganish ulgusi bo'ladi. Mening o'lgam Graham. Men 19 yosh vaqtimda uning kitobini o'qigan. Bu kitobdagi mazmunlar mening keyingi mablag' silish prinsipimga aylandi. Amerikaning janubida bir bozor bor. Bozordagi bir mahalladagi millionerlarning soni butun Amerika bo'yicha eng jiq. Ularning boyashat turmushi, ularning bir qitimliq mablag' silishidan kelgan. Bu mahallaning hikoyasi eng krizis davrida yuz bergan. Kishilar bir bankirdan nemaga mablag' silishni so'raganda, u pulni bankaga qo'yib, o'sim olgandan Coca-Cola'ning piyini setib olgan afzal deb javob bergan. Shuning bilan bir turkum kishilar Coca-Cola'ning piyini setib olgan. Bu kishilar keyin qo'lidagi payni sotmagan. Shu sababdan u mahalladagi millionerlarning soni butun davlat bo'yicha eng ko'p. Yosh vaqtida mag'lub bo'lgan tajriba 10 yoshlik bir bolaning Valkotsida qilishiga sabab bo'lgan. Bugungi Charles Amerikadagi eng danglik mablag' selish mahirining biri. U 7 milliard dollarlik mablag'ni boshqaradi. 2008-yildagi iqtisodiy krizisda uning mablag' selish foydasi 50% ga yetib, shu yili eng ko'p pul topgan mablag' sag'uvchiga aylangan. Charles o'zining boshqalarga o'xshamaydigan yeri dal uning iyiq bozorida pul topolganligida deb qaraydi. Uning savdo usuli tushishga elish. Birinchi qitimliq tushishga elish savdosi 1609-yili Gollandiya Amsterdam pay bozorida elib berilgan. Bu bir qadimiy savdo usuli. Agar mablag' sag'uvchilar pay cheki yoki pay bozori tushidi deb qarasa, aksiya shirkatidan ariyatga elib bozorda setib etadi. Pay chekining bahosi tushganda pay chekini setib olib aksiya shirkatiga qaytarib beradi. Qimmat sotgan payini arzon setib olib egasiga qaytarib bergachga aradan foyda olaydi. Buffett bahoning qimmatini qezib chiqish foyda olishning muhim vositasi deb qaraydi. Lekin Charles bahadagi ko'pikni bayqash zo'r foydaga erishishning oldingi sharti deb qaraydi. Bu ikki xil qarama-qarshi mablag' selish shakli ilmiy tadqiqot va aqliy hukmga ehtiyojli. Amal ba ko'kram uchurga erishish kerak. 1929-yildagi cho'ng krizisdan burun shahar aholisining hammasi mablag' sag'uvchi edi. Lekin cho'ng krizisdan kelishi nurg'un odatdagi mablag' sag'uvchilarni uy makonidan ayirdi. Nyu-Yorkning egiz binolari mag'lub bo'luvchilarning binodan sakrab o'lib oladigan maydoniga aylandi. Nurg'un odatdagi mablag' sag'uvchilar bozordan chekinib chiqdi. Sansizlagan oddiy fuqarolarning mag'lubiyatidan keyin kishilar pullarini mablag' selish organlariga topshirib berishni sinab yiqishga boshladi. Shaxsiy mablag' sag'uvchilar chekinib kasbiy organlar maydonga chiqishga boshladi. Bugungi kunda Amerikadagi o'rtaq fond organi 10 mingdan oshdi. Boshqarayotgan mablag' summasi 12 trillion dollardan oshib ketdi. Bugungi kunda 47% Amerika fuqarosi paychiga savdosi qiladi. Ularning ichidagi 90% kishilar pulini kasbiy organlarga topshiradi. Lekin pulni fond shirkatlarga topshirganlik bexatar bo'ldi deganlik emas. Umuman foyda bilan ziyon zich bog'lanishlik bo'ladi. Foydaga erishish uchun xatarni ustiga elish kerak. Dow Jones ko'rsatkichining barliq kelganiga 100 yildan oshdi. Bu oraliqda ikki qitimliq dunyo urushi, 1929-yildagi iqtisodiy krizis, 80-yillardagi neft krizisi, 1987-yildagi pay bozori ko'mirilishi, 2000-yildagi internet ko'pigi va 2080-yildagi ikkilamchi qarz krizisi qatorliqlarni boshdan kechirdi. Bu atlab o'tkazib bo'lmaydigan cho'ng krizislar tarixning eqinlarida faqatlik kichkina to'lqin siziqlarini qoldirib qo'ydi. Bu ko'rsatkich 100 yildan jiq vaqtda 200 hassadan ortiq o'sdi. Valkotsi to'g'risidagi hujjatli filmimizning keyingi qismida ko'rishimiz xayr xo'sh.